Bu yerda mana Mufiz do'koni ekan. Buni ham bir kirib obzor qilamiz. Chiroyli narsalar ishlab chiqarib qo'yibdi, chotki. Ukaxon hormaganda. Bitta obzor qilib qo'yaylik do'konni. Sonasi bo'lyapti. Xo'p, zakotovkalar mana tayyor turibdi. Nechta desalaring chiqarib berilaveradi. Xo'p, dvoykalarimiz nech pul ekan? Bu ajdatchalilar 32 ming so'mdan. Troykalarimiz-chi? Tepadagi palasalar. Nech pul? 25 ming. 25 ming so'mdan. Zo'r, arzon, 25 ming so'mga 3 ta narsa sotib olyapsiz. Chevarga oddiy bitta tepadagi kamzirchasini tiktirsangiz 50 ming so'm, 30 ming so'm oladi. Chevar puliga bitta 3 talik narsa olyapsiz, 3 talik nabor. Bularimiz-chi dvoykalarimiz? Hop. Filchaligi 30 ming, yonidagi 35 ming, guchchiligi 45 ming. 45 ming. Smaylikchi? Smaylik 35 ming. Kamzirchalik? Kamzirchalik 30 ming. 30 ming so'mdan ekan mana. 30 ming so'mga 3 ta nabor olyapsiz. Xo'p, bu yoqdagilarimiz-chi? Tepa qatori 30 ming pul. Ha, bular 30 mingdan, a? Mana bash tepa qatorimiz, tepasi 30 ming so'm ekan. Bu yoqdagilarchi mana? Yo'q, bularimiz 31 ming. 31 ming so'mdan vishilkalarimiz ham bor ekan. 25 ming. Bular 25 ming so'mdan. Bular troyka. Bular material Interlomi? Vildor ekan, a? To'g'ri. Ha. Mana mahsulotlar keyin ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda ko'rsatilgan hamma mahsulotlar bor. Hech qaysi nima deydi, zakaz bergandan keyin to'xtab yoki yo'qolib qolmaydi, chunki orqasi bor bu ishlarni. Bemalol zakaz beraverasizlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Do'kon nomi Mufiz. Mufiz, Mufiz, Mufiz do'koni. Agar kelib shu do'konda xarid qilmoqchi bo'lsalaring, Mufiz eslab qolasizlar. Kelib mana shu mahsulotlardan bemalol sotib olaverasizlar. Mana klientlarga qoplar tikilyapti. Bu yoqda mana ko'rib turibsizlar, qoplar mana polni klientlarga mana shu o'zimiz qoplab chiroyli qilib manziliga chiqarib beramiz. Ko'rdilaring, bu yerda hamma misol yuklarni yuklab bo'lgandan keyin tashqaridagi furalarga berib yuboriladi. Tayyor shopirlarimiz ham shu yerda o'zida hal bo'ladi. Dvoykalar nech pul ekan aka? 40 mingdan. 40 ming so'mdan ekan. Rosa sezoni boshlandi bularni. Yoqali tugmasi ishlaydimi? Ishlaydi. Qarang, cho'ntagi bor. Yoqalar qo'yilgan, tugma ham ishlaydi, yopishtirilmagan. Mana ishlaydi. Ha, ko'pchilik yopishtirib qo'yar ekan deydi. Mana hech tugmalar ishlaydi. Zo'r, pechatlarni ham chiroyli qilib bosishgan. Prislangan pechatlar zo'r, uncha-muncha tashlab yubormaydi. Bular filizimizchi? 30 mingdan. 30 ming so'm bu dvoyka. Ikkita razmer. Ikkitalik razmer, chiroyli chiqibdi. Cho'ntak shasi ishlaydi. Bular ham shunaqa. Bular filiz, bular hozirgi kunda kiyiladigan. Ishtonchalar nech pul ekan? 3 mingdan ular. Mana 3 ming ishtonchalarimiz hali ham bor. Mana zo'r, hozirga kiyadigan, uyda ichiga, hovliga kiygizadigan, to'g'ri, to'y marosimiga kiymasliklari mumkin, kiygizdirmasliklari mumkin, lekin uyga, hovliga, ko'cha-ko'yga juda ham zo'r. O'zimiz ham bolalarga mana shunday kiygizamiz. Materiali birinchi sort, sifatli, o'zimizda hib mahsulotlar. Xo'p, bunimizchi? 8 mingdan. Ular 8 ming so'mdan ekan, razmeri ikkitalik. Bunimizchi troyka. 3 talikmi yo? Ha, 4 talik. Nech pul ekan triko? 20 ming so'm ekan. Material poliester, sezon уже boshlandi, bular yupqa ekan. Bular sezoni boshlandi. Tepalik futbolkalarimiz, narxlari 10 ming so'mdan, narx-navolari o'sha razmeriga qarab o'zgaraveradi. Bularni yupqa nachos, erta bahorga, kak hozirdan erta bahorgacha bemalol kiysa bo'ladigan mahsulot. Pechatlari, har xil turdagi pechatlar. O'rgamchi odamlar pechatni bostirgan ekan. Bu yerda ishtonlar ham bor, hozir egalari ish bilan bandligi uchun so'ralmadik. Zakotovkalar shuncha narsa tayyor. 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor, aloqaga chiqaverasizlar, yetkazib beriladi. Bularimiz nech pul dvoykalar? Tepa pastlarimiz bular 40 ming. 40 ming so'mdan ekan, material velvet, yirik palasaligidan ekan. Bular juda ham zo'r, eng chempion materiallardan biri. Xo'p, shimlarimizchi? Shimlarimiz 13 ming berdik. Bu ham velvet ekan, a? Ha, 12 ming qilib beraveramiz. 12 ming so'm qilib beriladi. Mana ichlari nachos. Nima bor? Yupqa nachos ekan. Hozirdan bahorgacha kiyilaveradi. Trikolarimizchi? Trikolar nimadan? 12 ming qilib beramiz. 12 ming so'mdan, mexligi ekan, mexlari bor. Bunimizchi? 10 ming. Bular 10 ming so'mdan, bakoy cho'ntaklar qo'yilgan, razmerlar qo'yilgan, etiketkalar qo'yilgan, qanaqa chiroyli ishlangan. Qaranglar, choklari tekis mana. Zo'r, juda ham chiroyli ishlangan. Pastlarga rezinkalar ham qo'yilgan mana. Xo'p, bular o'sha buni kichkinalar narxi nech pul deysiz, mana ularni, podraskoylarni? O'ntalari 13 ming, mana habasi 10 ming. Ha, habasi 10 ming. Zo'r. Telefon nomeri nechilik? 90
90'lik, 90'lik 0 058 058 31 30. 31 30 aloqaga chiqib ma'lumot olaverasizlar. Bemalol zakaz berib ishlaverasizlar. Savdoyingizni bersin, rahmat, charchamang. Yupqalari ham chiqyapti, mana o'sha yupqa. Mana ularimiz 100 dan katta razmerlar 25 mingdan, mamashalarimiz 19 mingdan, mana ularimiz simsiz bular 23 minglik, mana ularimiz 19 mingdan simsiz bular, mana ular 16 mingdan, 13 minglik simsizlarimiz ham bor. Bilolarimiz bor, 80 ming, kareskilarimiz 90 mingdan, kareskilar mana ular 5 mingdan. Kattalarga mana ularimiz bor 5 ming, bular bor 5,5 ming. Mana u choksiz rosa yaxshi narsa, katta razmerimga ham tushadi 8 mingdan bular. Mana ularimiz 6 mingdan. Bular 6,5 ming, katta razmer bular. Hammalari katta razmer. Arzonlarimiz ham bor, qimmatlarimiz ham bor, har xillari bor. Mana ko'ravering, har xil 7 ming, 7,5 ming, 8 ming qimmatlari ham bor. Hammasi Xitoy koreyskiy ishlar. Koreyskisi ham bor, o'sha Xitoy ham bor. Rahmat opa. Mana bu yerda Imona tekstil ekan, bu yerda ayollar mahsulotlari, ko'ylaklari, dvoykalar hozir kirib mahsulotlarni ko'rsatamiz, narxlari bilan tanishib chiqamiz. Bu yerdagi mahsulotlarimiz, materiallari hammasi birinchi sort. Bu yerda ham ikkinchi sort yo'q. Ba'zi bir bozorda uchrab qoladi, ikkinchi sort mahsulotlarni tikishadi, narxlari arzon bo'lib chiqadi-yu, keyin nimaga qimmat, ozgina farqi bor deydi. Birinchi sortlar narxi doimo ikkinchi sortdan qimmatroq yuradi. Xo'p, holabi oldindagilar nechga beryapsizlar? 70 ming so'mdan dvoykalarimiz. Materiali bambuga bular? Bambuk. Velvetchi? Mana o'rtadagi 100 ming so'm ekan, ular krayniy narx ekan. Xo'p. Bu ko'ylaklarni nech puldan beryapsizlar? 60 mingdan birinchi lozim bilan 52 dan 58 gacha. Xo'p. Zamog'lilarimiz stok yoqqa. Ularimiz oxirgi narximiz 70 ming. Krayniy narxi 70 ming so'm ekan, eng oxirgi narxlari. Bu uzun ko'ylaklarchi? Bular ham 70 ming. Bular ham 70 ming so'mdan. Bunimizchi dvoykalarimiz? Nachosimiz bor, u 90 ming. 90 ming so'm, zo'r. Mana zakatovkada tayyor. Bemalol zakat beraverasizlar. Dastavkalarimiz bor. Bu yerda ham ko'ylaklar bor, mana. Bugun harakat qildim, shtobi kattalar ko'ylaklarni video qilishga, chunki bular ham juda ham ko'p so'raladigan mahsulotlar. Shuning uchun bugun asnovni kattalar ko'ylaklarni olishga harakat qildik. Assalomu alaykum. Aka, bular nech puldan ekan? 75 ming so'm. Material juda antiqa material ekan. Tikilishlar, choklari zo'r, tekis chiqqan. Dvoyka bular? Dvoyka. Xo'p, bu zamoglilarimizchi? Xalatlar 120 ming so'm ekan. Toshlar qimmat toshlardan bosilgan. E'tibor beramiz, bu toshlar priz dazmolda bosilgan, oddiy dazmolda emas, to'kilib ketmaydi, tashlab yubormaydi. Xo'p, gullilarimizchi? 65 ming berdik. Mana shular 65 ming so'm ekan. 60 gacha. 60 gacha bor, razmerlari ham bor ekan. Bunimizchi? Rasvetkalar mana bu yoqda o'sha tayyor turibdi, zakatovkada bor. Bunimizchi? 95 ming. 95 ming so'm. Toshlar ham qaranglar, bexato urilgan toshlari zo'r, zamoklar tekis qo'yilgan. Xo'p, detski ham tikyapsiz? Ha. Nech pul bu? 35 ming. Velvet ekan, materiali tepapas. Bunaqa ham bor, nachos. Qizlarga ham bor ekanda? Qizlarga, Zo'r. Mana shu kapshonkalari, dvoykalari. Mana o'tchi, mana nima? Mana atlasligi. 65 ming. 65 ming so'm ekan. Kamzir bilanmi yo o'zimi? O'zi. Kamziri Kamziri. qoldi o'zi. 90 mingdan. Ha, bular tugab qoldi, yengilab qoldimi? Xo'p. 91lik 151, 151 15, 15 19. 19 akamiz tadbirkorning o'zlarining raqami, bemalol aloqaga chiqib ma'lumot olaverasizlar, bemalol ishlaverasizlar. Aka, kapshonka nech pul? 100 ming? 100 ming. Belikan razmermi? Ha, dvoykami? Ha, dvoyka 100 ming. Men tepani o'zi shunaqa qimmatmi deb, zo'r dvoyka 100 ming. Cho'ntaklari ishlaydi, cho'ntaklar bor. Xo'p, assalomu alaykum. Bular ham dvoyka sizlardan? Nech pul ekan velvetlar? Ha, u alohida. Kapshonkasi nech pul? Kapshinkasi 65 ming. 65 ming. Shimichi? Shimi 40 ming, paskaga. Shimi 40 ming, tepasi 65 ming so'm.
Troykalarimiz. Bular material funtami bu? Necha pul beryapsiz funtani? Yelkanlar 26 ming. 26 ming so'm velikani. Katta akalarga tushiradi, 90 kg, 100 kglarga. 64. Ha, katta velikani ekan. Mana variantlar bor. Kashmirchi Kashmirlar 35 ming. 35 ming so'mdan ekan. Hozir rosa kiyiladigan sezoni buni. Bu velvetchi palasa 43 ming. 43. 62 gacha. 43 ming so'm, 62 gacha ekan. Velikan razmerlari bamani ekan. Xo'p, aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkalar 12 ta viloyatga bor. Mana bozorimizning kiraverishi bu. Bozorimizda 3 ta katta darvozasi bor. Bu birinchi darvozasi. Telefon nomeri nechi aka? 90lik 852 aha 52 99 akamiz raqamlari bemalol aloqaga chiqib, mana shu mahsulotlar haqida ma'lumot olib zakaz beraverasizlar. 12 ta viloyatga dastavkalar bor. Rahmat aka, savdoyingizni bersin, charchamang. Hop, dastavka so'raganlar uchun dastavkalarimiz 12 ta viloyatga bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 91lik 737 32 39. Oman Textile deb yozsalaring, lichkamiz ham chiqadi, Telegram kanallarimiz ham chiqadi. Oman Textile deb inglizcha yozilgan, чтобы oson topib olishlaring uchun YouTube kanallarimiz Vodiy Optim bozor kanali. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Obunachilarimiz ancha ko'payib qoldi. Xudo xolasa sizlarga video qilib turaveramiz, yangiliklardan obzor qilib beramiz. Sizlar like bosib, obuna bo'lib, videoni tarqalishiga yordam bersalaring, xudo xolasa yangidan yangi videolar chiqarib turaveramiz. Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar. Savdolaring barakotli bo'lsin. Bugungi chorshanba bozoriga berilgan zakazlar ham taxlandi. Hammasini xudo xolasa kechgacha chiqarib beramiz. Bemalol zakaz ham beraverasizlar. Dastavkalarimiz ham bor, yig'ib ham beraveramiz. Bozorga kelmoqchi bo'lganlarga mana shu bozorning manzilini, lokatsiyasini tashlab ham beraveramiz. Video oxirida ham manzilni bir eslatib o'taylik. Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani, Bobashbek savdo kompleksi. Mana mehmonxonalar ham o'zi bor endi. Ko'pchilik mehmonxona bormi deydi. Mehmonxonalar ham o'zi ochildi. Kelib uzoq yaqindan kelganlarga mehmonxonalar ham bor, ma'lumot oladi. Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar.